Assalomu alaykum hammaga. Shayxontohur tumani Samarqand darvozaga kelganmiz. 3.7 sotuvli xonadonimiz srochniy sotuvga chiqyapti. Startviy narxi $128.500 bo'lyapti. Videoning tagida nomer bor. Lokatsiya Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Bu mahalla o'zi zo'r mahalla, biladigan mahalla. Bu yerda o'zi hamma biladi. Bu yerda bitta minusi bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar ko'rsataman. Ikkita sanuzeli bor, 6 ta xonasi bor ekan. Umumiy ko'rinish shunaqa. Bu yerda oshxona, bu yerda hojatxona, hammom, xonadon egalari borligi uchun men ko'rsata olmayman. Yoni, bitta mashina qo'yish imkoniyati bor. Minus deganim endi bu yerda yashaganlar o'zi biladi qanaqaligini. Hop, Samarqand darvozada yo'llar mana shunaqa bo'ladi. Katta ko'chagacha metr atrofida bilasizlar, lokatsiya yaxshi joy, svet, suv, gaz kommunikatsiyalardan muammo yo'q, maktab, bog'cha yaqin. Sotuvga chiqqan xonadonimizning fasadi 16 ga 23 bo'lyapti. Biladigan joylar Samarqand darvozani o'zi hamma biladi. $128.500 bot starti, videoning tagida nomeri bor. Bemalol Telegram kanaliga kirib, lokatsiyani ham olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bemalol aloqaga chiqaveringlar.